Bugun pensionerlar uchun ajoyib yangilik. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Fuqarolardan bizga murojaat kelib tushdi. Dekabrda otam 60 yoshga to'ladilar. Ish staji 15 yil. Hozirda chet eldalar. Ularga pensiya qanday tayinlanadi? Ushbu holatda fuqaro hech qayerga pensiya tayinlanishi uchun murojaat qilishi shart emas. Fuqaro chet elda bo'lsa ham, unga pensiya yoshiga yetishi bilan alohida murojaat talab etilmagan holda proaktiv shaklda pensiya tayinlanadi. Bunda fuqaroning ish stajlari, ish haqlari va boshqa ma'lumotlar raqamlashtirilishi lozim bo'ladi. Pensiya to'lovi qanday amalga oshiriladi? Ushbu savolga ham to'liq javob beramiz. Birinchi usul: chet elda bo'lib turgan shaxsga pensiya tayinlangandan so'ng u pensiyasini oila a'zolariga olishni istasa, chet elda ishonchnomani rasmiylashtiradi va O'zbekistonga yuboradi. Ishonchnoma asosida pensioner ishonch bildirgan shaxs pensiyasini olishi mumkin. Ikkinchi usul: pensiya tayinlangan shaxs O'zbekistonga qaytib kelgandan so'ng pensiya tayinlangandan boshlab 24 oylik davrdagi pensiya mablag'larini olish huquqiga ega bo'ladi. Buning uchun pensiya jamg'armasi tuman va shahar bo'limlariga ariza bilan murojaat qilishi lozim bo'ladi.